Bugun ertalabdan xotinim ko'chaga chiqib ketib, qaytib keldi. Nima qildi ekan desam, ikki xil narsa olib kelibdi. To'rt olib kelibdi. To'rtni ham 350 ming so'mga olib kelibdi. 350 ming so'mga sizlar nima olib yegan bo'larlar? Bu to'rtni sabab biz turmush qurganimizga 9 yil bo'libdi. 9 yilda nishonlaymiz deb 9 ta shamgacha olib ketdi. Ko'rgan bo'lsalaring, men ayollarga bitta narsaga hayron qolaman. Nimaga shunaqa narsalarni nishonlashga ishqiboz bo'lishadi? Erkaklar to'g'risi hamma ham nishonlay olmasa kerak. Men ham to'g'risi bunaqa narsaga ko'nglim yo'q, lekin mana shu xotirlar shu yo'ldan urib shuni nishonlamasak bo'lmaydi deb ko'nglim og'riydi deganiga nishonlaymiz. 9 yil birga yashaganimizga hamma bitta like bosib, komment yozib, qo'llab-quvvatlab qo'yinglar. Mana farzandli ham bo'lganmiz. Farzandimiz ham umrimizga iloyim har doim sog' bo'lsin. Kim uyida agar farzandi yo'q bo'lsa, Alloh ularga ham farzand bersin. Riyada yashayotganimga 10 yil bo'lgan bo'lsa, 9 yil vaqtim shu ayol bilan birga o'tgan bo'lsa, shu paytgacha lekin hech kam bo'lmaganman. Har doim navarot ishlarim oldiga yurib, ishlarim yana ham zo'r bo'lib ketishiga sabab bo'lgan, lekin avvalambor Allohdan hamma yo'q. Alloh bermasa hech kim hech nima qila olmaydi. Rizqimiz qo'shilgan ekan, shu joylargacha kelib yana ham boy bo'lib, yana ham pulimiz ko'payib, har doim yaxshi yashab, yaxshi yeb, harakat qilyapmiz. Odamlar yaxshilik qilishdan har doim to'xtaganimiz yo'q. Odamlardan har doim duosini olyapmiz. Sizlarni like bosib qo'llab-quvvatlab, tabriklab qo'yinglar. 9 yilligimizni nishonlaydi. Sizlar necha yil bo'lgan turmush qurganingiz kommentariyada yozib qoldirib qo'yinglar.